Assalomu alaykum, hurmatli keksa avlod vakillari, qadrli ota-onalarim va aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga juda muhim, hatto aytish mumkinki, har bir oilaga, har bir o'zbek xonadoniga taalluqli bo'lgan bir yangilik haqida gapirmoqchiman. Ushbu videomizda sizlar oz umr bo'yi ter tokib yiggan jamg'armalaringiz, qora kun uchun asrab qo'ygan pullaringiz qanday qilib bir zumda xavf ostiga tushib qolishi mumkinligini va bu vaziyatdan qanday himoyalanishni batafsil bilib olasiz. Eshitdingizmi? Sizning ogizdan yeringi chiqib topgan, har bir tiyinini tejamkorlik bilan yiggan, farzandlaringizga, nabiralaringizga o'zingizdan keyin qolsin deb niyat qilgan pullaringizni, aynan o'sha nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham sizga tinchlik bergan jamg'armalaringizni qo'lingizdan tortib olishga harakat qilishmoqda. Keling, buni ochiqchasiga aytay. Bu shunchaki yigilgan pullar emas. Bu sizning sharafli mehnatingiz, qahramonona hayotingiz, har bir so'mi bilan shu vatan ravnaqi uchun qo'shgan hissangiz, farzandlaringizning kelajagi uchun chekkan zahmatlaringizning bir ko'rinishi. Aynan mana shu xazina, ya'ni sizning shaxsiy moliyaviy osoyishtaligingiz hozirda katta tahdid ostida. Soliq qo'mitasi o'zining 318-sonli yangi farmoyishi bilan go'yoki adolatni tiklash bahonasida keksa avlodning songi tilanchilikka qolmasligi uchun asragan boyligiga ko'z olaytirmoqda. Tasavvur qilinga, agar sizning hisobingizda yoki depozitingizda 10 million so'mdan ortiq mablagingiz bo'lsa, siz endi bu pullarning qonuniy kelib chiqishini isbotlashingiz shart. Yo'qsa, 10 yil oldingi daromadlaringiz haqida ma'lumot bera olmasangiz, sizning bu jamg'armalaringiz 20% jarima solig'i bilan yashirin daromad sifatida soliqqa tortiladi. Bu nima degani? Bu degani sizning pulingizni sizdan tortib olishadi, sizning mehnatingizni oyoq osti qilishadi. Bu adolatdanmi? Oz umrini shu yurtga bagishlagan, har bir gishtini tergan, yerini sug'organ, paxtasini ekkan, qolaversa, bolalarni tarbiyalab, ularni elga qo'shgan mehnatkash xalqimizning bu oxirgi jamg'armalariga tegishga kimning haqqi bor? Ey aziz ota-onalarim, sizlar yoshlik yillaringizda hatto kechalari ham uxlab-uxlamay, qora terga botib ishlaganmisiz? Farzandlarimning qorni toq bo'lsin, ertaga bir kamchilik bo'lmasin, o'zimdan keyin ularga ozgina bo'lsa ham bir narsa qolsin, deb ro'zg'oringizdan qirqib har bir tiyinni yigganmisiz? Kimdir sovugida, kimdir jazirama issiqda, birov kolxoz dalalarida, birov zavod fabrikalarida, yana birov o'z mahallasida qoli-qoliga tegmay xizmat qilgan. Esingizdami, o'sha paytlar pensiya fondiga har oy majburiy badal to'laganingiz, o'sha paytlar hozirgidek pullar to'plab bankka qo'yish imkoniyatlari ham ko'p emasdi. Topgan pulingiz ro'zg'orga zo'rga yetardi. Ammo shunda ham qandaydir qilib, tejamkorlik bilan qora kun uchun bir chekkaga jamg'arib borganingizni eslaysizmi? Mana endi o'sha qora kun kelganida davlat sizga yordam berish o'rniga o'zingizning pulingizni tortib olishga harakat qilyapti. Bu adolatdanmi? Sizdan so'rayman, kommentariyalarda yozing. Siz 10 million so'mni qancha vaqtda, qanday og'ir mehnatlar evaziga yiggansiz? Sizningcha bu pullarning kelib chiqishini isbotlash uchun 10 yillik ma'lumotlarni talab qilish adolatdanmi? O'sha paytda yiggan pullaringizni bugun qanday qilib isbotlaysiz? Umringizning qanchasini shu jamg'armalar uchun sarflaganingizni yozing. Buni hammaga ko'rsataylik. Davlatimiz shu xalqning dardini eshitsin. Azizlar, shuni unutmasligingizni istardimki, bugungi qonunlar, farmoyishlar bizning huquqiy savodxonligimizni talab qiladi. Davlatning har bir yangi qarori hayotimizga bevosita ta'sir qiladi. Agar biz o'z huquqlarimizni bilmasak, ularni himoya qila olmasak, ertaga yana boshqa bir farmoyish bizning boshqa bir huquqimizni cheklab qo'yishi mumkin. Shuning uchun men sizga doimo muhim va ishonchli huquqiy ma'lumotlarni yetkazib turishga harakat qilaman. Qonunchilikdagi har qanday o'zgarishlar haqida birinchilardan bo'lib xabar topish va o'z huquqlaringizni qanday himoya qilishni bilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal sizning shaxsiy huquqiy yordamchingiz bo'ladi, doimo yoningizda turadi. Xo'sh, avval qanday edi? Avvalgidek pensiya jamg'armasiga to'lagan badallarimiz, ishlagan joyimizdagi maoshimiz qonuniy daromad hisoblanardi. Odamlar o'z daromadlarini banklarga qo'yishdan qo'rqmasdi, chunki bu ularning shaxsiy jamg'armasi degan tushuncha bor edi. Hech kim ulardan 10 yillik ma'lumotlarni talab qilmasdi. O'zbek mentalitetida keksalarning qora kun uchun pul yigishi, farzandlariga yoki nabiralariga bir narsa qoldirish istagi muqaddas hisoblanadi. Mahalla oqsoqollari, nufuzli kishilar hamisha bu ishni qo'llab-quvvatlagan, chunki bu oilaviy an'analarning bir qismi.
Otalar, onalar bor kuchini mehnatga bergan, topganini tejamkorlik bilan asragan. Bu pullar ro'zg'orga biror kutilmagan xarajat chiqqanda, masalan, farzandning to'yiga, nabira o'qishiga yoki eng yomoni bir kasallikka chalinganda muolaja olishga, hatto inson vafot etganida mahalla-ko'yga qaramay, munosib dafn etish uchun asrab qo'yilgan jamg'armalar edi. Bu shunchaki pul emas, bu hurmat, bu g'urur edi. Bugun esa voqealar butunlay boshqacha tus olmoqda. Hozirgi kunda pensiyaning kamligi, narx-navoning balandligi pensionerlarni shu ahvolga solgan. Oylik pensiya o'rtacha 2 million so'm ham emas, ba'zida 1 milliondan ham oshmaydi. Bozorda esa 1 kilo go'shtning ozi qancha turadi? Dorilarning bahosini-ku aytmasak ham bo'ladi. Bir oyda o'rtacha 500 ming so'm pensiya olgan keksa, oila boqish kerak, kommunal to'lovlarni to'lash kerak, dori-darmon olish kerak. Qanday qilib u 10 million so'm yigadi? Mana shu savolga kim javob beradi? O'zbekistonda yoshi ulug' insonlarga bo'lgan chuqur hurmat an'anasi bor, biroq bu farmoyishgoh yoki ana shu an'analarga zid ravishda keksa avlodni ishonchsizlik bilan qorayotganday tuyuladi. Nahotki butun umr shu yurtga xizmat qilgan, ter to'kkan, o'zining hayotini fidokorona mehnati bilan namuna qilib ko'rsatgan insonlar endi o'zlarining so'nggi jamg'armalari uchun shubhali shaxsga aylanishi kerak. Bu nafaqat moliyaviy, balki ruhiy zulmdir. Bu jamiyatimizning ildizlariga bolta urishdir. Xo'sh, kimlar ayniqsa xavf ostida? Birinchi navbatda o'z umri davomida doimiy ish joyida ishlamagan, masalan, dehqonchilik bilan shug'ullangan, qisman yakka tartibdagi tadbirkorlik qilgan yoki farzandlari chet eldan yordam yuborgan pensionerlar. Tasavvur qiling, opa Xolidaxon. U butun umrini qishloq xo'jaligida, kolxozda oddiy ishchi bo'lib o'tkazgan. Eri yosh vafot etgan, 2 farzandini yolg'iz o'zi oyoqqa turgizgan. Hayoti davomida har bir so'mni tejab, qora kun uchun 12 million so'm yiggan. Bu pullar uning dafni uchun, biror nabirasiga ozgina bo'lsa ham yordam berish uchun edi. Endi esa soliq qo'mitasi undan 10 yillik daromadlari haqida ma'lumot talab qilyapti. Opa Xolidaxonning qancha pul topgani ham, qayerga sarflagani ham biron bir qog'ozda qayd etilmagan. U qanday qilib o'sha eski kolxoz hujjatlarini topadi? Topsa ham ularning isboti bormi? Endi uning bu 12 million so'mi 20% soliq bilan 10 million so'mdan ham kamayib, hatto o'zi uchun ham yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Bu ayoldan bu pullarni tortib olish, bu uning butun umriga tupurish bilan barobar emasmi? Yoki bobo to'laganni olaylik. U 50 yil zavodda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Yaqinda o'zining eski hovlisini sotib 15 million so'mga yaqin pul oldi. Bu pulni nabirasining kontrakt to'loviga bermoqchi edi. Endi undan bu pulning kelib chiqishini isbotlash talab qilinadi. U hovlisini sotganligi haqida shartnomani ko'rsatishi mumkin. Ammo bu hovli qachon, qanday vositalar bilan qurilganini, unga qancha pul sarflaganini qanday isbotlaydi? 10 yillar davomida topgan maoshlari qog'ozda qolganmi? Yo'q. Banklarga qo'yilmagan, uyda, sandiqda saqlangan. Endi bobo to'lagan nabirasiga yordam berish o'rniga o'zi jarima to'lash kerakmi? Bu qanday adolat? Bundan tashqari xorijda, masalan, Rossiyada ishlab yurgan farzandlari o'z ota-onalariga yuborgan pullar ham xavf ostida. Buvi Zulayho opaning o'g'li Rossiyadan oyiga 1-2 million so'm yuborib turadi. Bu pullar buvi Zulayho opaning bank hisobida yigilib 10 million so'mdan oshib ketgan. U bu pulni o'zi uchun kerak bo'lgan qimmatbaho jarrohlik amaliyotiga yigayotgandi. Endi undan o'g'lining daromadlarini isbotlash talab qilinadi. O'g'li chet elda ishlagani sababli uning rasmiy daromadlarini isbotlovchi hujjatlarni O'zbekistonga olib kelish, ularni tasdiqlatish qanchalik murakkabligini tasavvur qilyapsizmi? Buvi Zulayho operatsiyasiz qolish kerakmi? Bu vaziyatni davlat qanday tushuntira oladi? Hukumatimiz ba'zida pensiyalarni oshirish haqida gapiradi, ammo bu oshishlar narx-navoning keskin ko'tarilishi fonida sezilarsiz bo'lib qoladi. 20% inflyatsiya sharoitida 2% pensiya oshishi nimani anglatadi? Hech nimani. Hattoki pensiya miqdoriga oid o'zgarishlar haqida ham tez-tez xabarlar chiqib turadi. Masalan, pensiya jamg'armasi ba'zi kategoriyadagi pensionerlarning pensiyalarini qayta hisoblab chiqishni va ularni oshirishni va'da qiladi. Bu albatta yaxshi, lekin bu ushbu 20% soliq to'g'risidagi qo'rqinchli qarorni bekor qilmaydi-ku. Agar bir tomondan pensiya oshib, ikkinchi tomondan qora kun uchun egilgan pullar jarima solig'iga tortilsa, buning qanday ma'nosi bor?
Bu bir qo'l bilan berib, boshqa qo'l bilan tortib olishdan boshqa narsa emas. Mana shu holatda sizlar qanday fikrdasiz? Sizningcha davlat shu farmoyishi bilan pensionerlarga yordam beryaptimi yoki ularning ahvolini yomonlashtiryaptimi? Oz pullaringizni himoya qilish uchun qanday yo'llar bor deb o'ylaysiz? Bu vaziyat sizning oilangizga qanday ta'sir qilishini batafsilroq yozsangiz, balki bizning ovozimiz yuqoriga yetib borar. So'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Nima qilish kerak? Birinchidan, vahimaga tushmang, lekin mas'uliyat bilan yondashing. Siz yolg'iz emassiz. Men shu soha bo'yicha mutaxassis sifatida sizning yoningizda turaman. Ikkinchidan, darhol barcha hujjatlaringizni to'plang. Agar bank hisobingizda 10 million so'mdan ortiq mablag'ingiz bo'lsa, ushbu pullarning kelib chiqishini isbotlovchi har qanday hujjatni yig'ing. Masalan, agar siz uy, mashina yoki boshqa mol-mulk sotgan bo'lsangiz, shartnomalar, pul o'tkazmalari haqidagi bank ma'lumotlari, oldi-sotdi hujjatlari. Agar sizga farzandlaringiz chet eldan pul jo'natgan bo'lsa, ularning pul o'tkazmalari, kvitantsiyalari, bank transferlari, hatto agar imkoni bo'lsa, farzandingizning chet eldagi daromadlari haqidagi rasmiy ma'lumotnomalarni ham yig'ishga harakat qiling. Bu juda murakkab jarayon, ammo har bir hujjat hozirda oltin qiymatiga ega. Uchinchidan, eski ish joylaringizdan, kolxozlardan, korxonalardan 10 yillik ma'lumotnomalarni olishga harakat qiling. Bu ayniqsa qishloq xo'jaligida ishlaganlar uchun qiyin bo'lishi mumkin, chunki ko'p hujjatlar yo'qolib ketgan bo'ladi. Lekin har qanday holatda ham so'rab ko'ring, arxivlarga murojaat qiling. Hatto o'sha paytdagi shaxsiylashtirilgan hisob varaqlardagi ma'lumotlar ham yordam berishi mumkin. Pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlaringizni ham qayta tekshiring. Ba'zida sizning pensiya jamg'armasiga o'tkazgan pullaringizning yozuvi sizning qonuniy daromadingiz isboti bo'lib xizmat qilishi mumkin. To'rtinchidan, eng asosiysi, malakali yuristga murojaat qiling. Bu kabi murakkab vaziyatlarda faqatgina tajribali yurist sizga to'g'ri maslahat bera oladi. Barcha hujjatlaringizni o'rganadi va qonun doirasida sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun samarali yo'l topadi. Ba'zida hatto soliq qo'mitasi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish ham xavfli bo'lishi mumkin, chunki ularning vakillari har doim ham sizning huquqlaringizni tushuntirib beravermaydilar, balki faqat o'z vazifalarni bajarishga intiladilar. Yurist sizning nomingizdan harakat qilib, barcha savollaringizga javob topishga yordam beradi. Beshinchidan, mahalla fuqarolar yig'ini bilan maslahatlashing. Garchi ularning huquqiy kuchi cheklangan bo'lsa-da, ba'zida mahalla raisi yoki nuroniylar kengashi sizning uzoq yillar davomida vijdonan ishlaganligingiz, ro'zg'oringizga tejamkorlik bilan qaraganingiz va pulingizni halol yo'l bilan topganingiz haqida tavsifnoma berishi mumkin. Bu rasmiy hujjat bo'lmasa-da, vaziyatni yumshatishda yordam berishi mumkin. Oltinchidan, agar pullaringiz bankda saqlanayotgan bo'lsa va ularning kelib chiqishini isbotlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, ularni naqd pulga aylantirish variantini ham ko'rib chiqing. Lekin bu juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak, chunki katta miqdordagi naqd pulni uyda saqlash ham o'ziga xos xavflarni tug'diradi. Shuningdek, naqd pul bilan harakat qilishda ehtiyot bo'lish lozim. Bu albatta qonuniy choralar emas, balki vaziyatdan chiqishning amaliy usullaridan biri. Davlat bizni shu holatga majbur qilyapti, afsuski. Azizlar, 20-30 yil, ba'zida undan ham ko'proq vaqt davomida halol mehnat qilib, peshona teri bilan topgan pulingizni, keksalik davringizga tayyorlagan zaxirangizni, hattoki o'zingizdan keyin bir parcha ortiqcha qolsin degan niyatda yig'gan mablag'ingizni birgina farmoyish bilan tortib olishlari mumkinligini ko'rsatmoqda bu vaziyat. Bugun biz shunday sharoitda yashayapmizki, hech bir jamg'armamiz xavfsiz emasdek tuyulmoqda. Shuning uchun ham sizga murojaat qilyapman. O'z huquqlaringizni bilishga va ularni himoya qilishga harakat qiling. Men o'z navbatida sizga yordam berishga, sizning qonuniy haqqingizni himoya qilishga doimo tayyorman. Xo'sh, aziz ota-onalarim, mehnatkash yurtdoshlarim, bu yangi farmoyishdan keyin sizning 10 million so'mdan ortiq qora kun uchun asrab qo'ygan pullaringiz, sizning fikringizcha haqiqatdan ham xavfsiz bo'ladimi yoki davlat ularni sizdan tortib oladimi? Siz bu adolatsizlikka qarshi qanday kurashmoqchisiz? Kommentariyalarda fikrlaringizni kutib qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.